Markaziy Osiyoda yagona bo'lgan O'zbekistondagi eng yirik yangi loyihalar haqida gaplashamiz. Ketdik. 5-o'rinda Olimpiya shaharchasi. Olimpiya o'yinlariga mezbonlik qiluvchi sport shaharchasi Markaziy Osiyoning boshqa davlatlarida hali qurilmagan. 4-o'rinda qurilishi boshlangan Markaziy Osiyodagi eng katta aeroport, Toshkentdagi yangi aeroport loyihasi. 3-o'rinda millionlab aholi uchun barpo etilayotgan yangi Toshkent mega loyihasi. Yangi Toshkent loyihasi Markaziy Osiyodagi ulkan eng katta loyiha. 2-o'rinda yangi Toshkent hududida joylashgan Markaziy Osiyodagi eng katta sig'imga ega stadion. 55 ming tomoshabinga mo'ljallangan ulkan unikal loyiha. Va nihoyat 1-o'rinda butun islom dunyosi uchun xizmat qiluvchi markaz Toshkentda. Yana bir 1-o'ringa loyiq go'zallikda tengi yo'q Imom al-Buxoriy majmuasi. Agarda sanab o'tilgan binolarga o'xshash unikal loyihalar Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston hamda Turkmanistonlarda bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Sahifaga obuna bo'ling, yangi O'zbekiston arxitekturasi haqida gaplashamiz.